Aziz do'stlar, Bonushkada xavfli burilish. Endi sizlar uchun kino sharhlaymiz. Videolarimga like bosing va izohda fikringizni qoldiring. 365 Days bu ehtiros, xavf, boylik va psixologik bog'liqlik atrofida qurilgan film bo'lib, u tomoshabinni bahsli, lekin kuchli hissiyotlarga boy voqealar ichiga olib kiradi. Film bosh qahramonlari Laura Biel va Massimo Torricelli ikki mutlaqo boshqa dunyodan bo'lgan odamlar bo'lsa-da, taqdir ularni xavfli va murakkab yo'l orqali birlashtiradi. Film Sitsiliyada quyoshli va boy manzaralar orasida boshlanadi. Mafiya boshligi oilasi tog'lar bag'rida dam olayotgan bo'ladi. Yosh Massimo otasi bilan birga yuradi. U o'sha paytda sovuqqon, ammo otasiga juda bog'langan yigit edi. Kutilmaganda dushmanlar hujum uyushtiradi. Otishma boshlanadi. Massimo otasining ko'z o'ngida o'ldirilganiga guvoh bo'ladi. Shu hujum vaqtida Massimo ham yaralanadi va hushidan ketadi. Shu paytda u o'z o'ngida bir ayolni ko'radi. Bu ayol keyinchalik uning butun hayotini o'zgartiradi. Bu voqea Massimo hayotida burilish nuqtasiga aylanadi. Otasidan ayrilgan Massimo mafiya dunyosida yanada sovuqqon, shafqatsiz va kuchli shaxsga aylanadi. Voqealar boshqa joyga ko'chadi. Laura Biel Polshada yashovchi, chiroyli, muvaffaqiyatli ko'rinadigan, ammo ichidan baxtsiz ayol. U marketing sohasida ishlaydi, tashqi tomondan hayoti idealdek tuyuladi. Ammo u sevgilisi Martin bilan munosabatlaridan qoniqmaydi. Martin Laurani e'tiborsiz qoldiradi, u bilan sovuqqon muomala qiladi va uning his-tuyg'ularini tushunmaydi. Laura o'zini yolg'iz his qiladi, hayotida ehtiros va haqiqiy e'tibor yetishmaydi. Ular munosabatlarini saqlab qolish umidida Italiyaga, Sitsiliyaga sayohat qilishga qaror qilishadi. Sitsiliyadagi sayohat Laura uchun dastlab yoqimli boshlanadi. U quyosh, dengiz, hashamatli muhitdan zavqlanadi. Ammo Martin bilan munosabatlar yaxshilanmaydi. Aksincha, ular orasidagi masofa yanada seziladi. Bir kecha Laura do'stlari bilan klubga boradi. Aynan shu yerda Massimo uni ko'radi. Massimo darhol Laurani taniydi. U bu ayolni 5 yil oldin olim bilan yuzma-yuz kelgan paytda tushida ko'rgan edi. Shu ondan boshlab Massimo uchun hamma narsa aniq bo'ladi. Laura u izlab yurgan ayol. Bir necha kundan keyin Laura kutilmaganda o'girilib ketiladi. U uyg'onganda o'zini hashamatli, lekin begona joyda topadi. Bu joy Massimo Torricellining villasi edi. Massimo unga haqiqatni ochiq aytadi. Men seni o'girilib keldim. Senga 365 kun beraman. Agar shu vaqt ichida meni sevib qolsang, seni qo'yib yuboraman. Agar sevmasang, baribir qo'yib yuboraman. Bu so'zlar Laura uchun dahshatli bo'lsa-da, Massimo unga zo'ravonlik qilmasligini, uni majburlamasligini aytadi. U faqat Laurani yonida ushlab turmoqchi. Laura boshida Massimoga nafrat bilan qaraydi. U qochishga urinadi, qarshilik ko'rsatadi, uni haqorat qiladi. Massimo esa sovuqqon va qat'iy bo'lib qoladi. U Laurani kuzatadi, lekin unga teginmaydi. Vaqt o'tishi bilan Laura Massimoning kuchi, boyligi va o'ziga bo'lgan ishonchini sezadi. Massimo esa Lauraga asta-sekin yumshoqroq munosabatda bo'la boshlaydi. Laura asta-sekin o'z ichida o'zgarishni sezadi. U hashamatli hayot, e'tibor va Massimoning unga bo'lgan qiziqishidan ta'sirlanadi. Massimo Lauraga sovg'alar beradi, uni sayohatlarga olib chiqadi, lekin hanuz unga tegmaydi. Bu vaqt ichida Laura Massimoning ichki og'rigini, otasining o'limi uni qanday o'zgartirganini bilib boradi. Ular o'rtasida ehtiros kuchaya boshlaydi. Bir kuni Laura o'z his-tuyg'ulariga qarshi bora olmaydi. U Massimoga yaqinlashadi. Ular o'rtasida kuchli ehtirosli munosabat boshlanadi. Laura endi asir emasdek his qiladi. U tanlov qilayotgandek tuyuladi. Ammo tomoshabin uchun savol ochiq qoladi. Bu haqiqiy sevgi yoki psixologik bog'liqlikmi? Massimoning mafiyadagi dushmanlari uni yo'q qilishni rejalashtiradi. Laura Massimoning hayoti qanchalik xavf ostida ekanini tushunib yetadi. Bir kuni Laura homilador ekanini biladi. Bu xabarni Massimoga aytishga ulgura olmaydi. Film oxirida Laura Massimoga yetib borish uchun mashinada tunnelga kiradi. Shu paytda Massimoning dushmanlari hujum qiladi. Tunnel ichida nima bo'lgani aniq ko'rsatilmaydi. Faqatgina portlash va dahshatli manzara tasvirlanadi. Film shu yerda tugaydi va tomoshabinni savollar bilan yolg'iz qoldiradi.
365 days bu. Bahsli sevgi. Xavfli ehtiros. Psixologik bog'liqlik haqidagi film. Bu film tomoshabinni. Sevgi nima? Majburiyat va tanlov orasidagi farq qayerda?